Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birinchi Atomic Structure bobidagi eng oxirgi mavzu, demak ionlanish energiyasi mavzusini o'rganamiz. Boshladik. Endi ionlanish energiyasi haqida gaplashishni boshlaymiz. Demak, syllabus bo'yicha nimalarni bilishimiz lozim? Demak, bu mavzuda ham elektron konfiguratsiyada bo'lgani kabi atom va ionlar ground state, ya'ni asosiy holatda berilgan bo'ladi va hydrogen to kripton, vodoroddan kriptongacha bo'lgan elementlarga taalluqli savollar keladi. Demak, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu birinchi ionlanish energiyasini ta'rifini bilishimiz kerak. Xo'p, demak keyin birinchi, ikkinchi va keyingi ionlanish energiyalari uchun equation tenglama yoza olishimiz kerak. Xo'p, demak keyin esa ionlanish energiyasi davri bo'ylab va guruhda pastga tomon qanday o'zgarishini aniqlashimiz va izohlab bera olishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagisi bitta elementni ketma-ket ionlanish energiyalari qiymatini tushuntirib bera olishimiz va aniqlay olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi tushuntirib bera olishimiz kerak, biza ionlanish energiyasi bu yadro va outer tashqi elektron o'rtasidagi tortishuvga bog'liq ekanligini. Xo'p, va oltinchisi eng muhimlaridan biri, demak ionlanish energiyasiga ta'sir qiluvchi faktorlar bu yadro zaryadi, atom yoki ion radiusi, shielding effekti va spin per repulsion bularni bilishimiz kerak. Va keyingisi ionlanish energiyalari berilgan jadvalga qarab turib, elementning elektron konfiguratsiyasini bilishimiz kerak va hop, aynan shu ionlanish energiyalarining qiymati berilgan jadvalga qarab turib, elementning davriy jadvaldagi joylashgan o'rni haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Demak, ionlanish energiyasini ta'rifi va tenglamasi. Umuman ionlanish degan jarayonda biz atom yoki iondan elektronni chiqib ketish jarayonini tushunishimiz kerak. Demak, mana bu yerda aytyapti, atom yoki molekuladan electron is removed, elektronni chiqib ketish protsessiga bu ionlanish deyiladi. Masalan, quyidagi rasmda natriy atomidan bitta elektronni chiqib ketishi tasvirlangan, ya'ni natriyning birinchi ionlanish energiyasi. Demak, mana bu natriyning yadrosi. Demak, buni birinchi shelli, birinchi qobig'i, ikkinchi shelli va uchinchi shellida bir donagina elektron bor. Mana bu yadro va mana shu elektron o'rtasida, demak, tortishuv bor. Force of attraction, demak, yadro va tashqi elektron o'rtasidagi tortishuv, chunki ularning zaryadlari qarama-qarshi. Mana shu elektronni sug'urib olish uchun biz energiya sarflaymiz. Mana sug'urib oladigan bo'lsak, bitta elektron chiqib ketdi va bizadan sodium ion, natriy kationi hosil bo'ldi. Xo'p, mana shu jarayonga birinchi ionlanish energiyasi deyiladi. Xo'p. Demak, bu yerda ionlanish energiyasiga umumiy ta'rif berilgan. Ionlanish energiyasi deb, demak, atom bir mol gaz holidagi atomdan bir mol elektronni chiqib ketish jarayoniga sarflanadigan energiya miqdoriga aytiladi. Demak, the first ionization energy of the element is the amount of energy. Energiyaning miqdori required, talab etiladigan from one mole gaseous atoms, demak, bir mol gaz holidagi atomlardan to remove, chiqarib yuborish uchun one mole of electrons. Bir mol elektronlarni chiqarib, bir mol gaz holidagi atomdan bir mol elektronlarni chiqarib yuborish uchun kerak bo'ladigan energiya miqdoriga ionlanish energiyasi deyiladi. Xo'p, endi oxirida to form one mole of ion degan. Demak, elektron chiqib ketgandan keyin bizda ion hosil bo'ladi. Endi bu gapni aytish shart emas. Aytsangiz endi perfect, to'liq bo'ladi. Demak, ionlanish energiyasi standart sharoitda o'lchanadi, ya'ni temperatura 298 Kelvin, bosim esa 101 kilopaskal bo'ladi. Ionlanish energiyasini qiymati birligi unit kilojol taqsim mol bo'ladi yoki kilojol mol darajasida -1. Xo'p, demak, ionlanish energiyasi har doim endotermik protses. Mana shuni hisobiga uni qiymati har doim pozitiv bo'ladi. Kembridjda har doim energiya haqida gap ketganda entalpiya haqida gapiriladi. Demak, endotermik jarayonlarda entalpiyaning qiymati musbat bo'ladi. Demak, ionlanish energiyasi biz atomdan elektronni sug'urib olish uchun
albatta energiya sarf qilamiz. Bu degani bu jarayon endotermik degani. Endotermik jarayonda albatta entalpiya musbat bo'ladi. Ionlanish energiyasining qiymati har doim musbat bo'ladi. Endi buni sababini mana bu yerda aytyapti. Because energy is required, demak energiya sarflanadi to break force of attraction between the electron and central positive nucleus. Demak, markazda joylashgan musbat yadro va elektronlar o'rtasidagi tortishuv kuchlarini break degani uzish degani yoki buzish degani, buzish uchun yoki uzish uchun kerak bo'ladigan energiya. Demak, nimanidir uzish uchun biz energiya sarf qilar ekanmiz, albatta bu endotermik jarayon bo'ladi. Demak, bizda syllabus bo'yicha bilishimiz eng muhim bo'lgan joyi mana first ionization energy. Demak, the first ionization energy is the energy required to remove 1 mole electrons from the 1 mole of gaseous atom. Demak, yuqoridagi ionlanish energiyasini o'zini ta'rifi bilan bir xil. Of an element to form 1 mole gases 1 plus ions. Demak, 1 mol 1 plus ionlarni hosil qilish uchun 1 mol gaz holidagi atomdan 1 mol elektronni chiqarib yuborish uchun kerak bo'ladigan energiyaga birinchi ionlanish energiyasi deyiladi. Demak, uzun olganda har bitta darsimni ko'rib borar ekansiz, daftarlaringizga albatta not qilib borish kerak, ya'ni konspekt qilib borish kerak. Syllabus bo'yicha ionlanish energiyasini definition albatta sizdan savollarda so'raydi paper 1da. Judayam ko'p common savollardan bittasi hisoblanadi. Define the first ionization energy deb keladi, ya'ni ionlanish energiyasini, birinchi ionlanish energiyasini ta'riflab ber degan. Mana shu gapni yozib bera olishingiz kerak. O'shaning uchun ham buni daftarlaringizga yozib, mana shunaqa define, syllabusda define deb yozib qo'ygan har bitta tushunchani qayta-qayta yodlashga harakat qilib, daftarga boshqa bitta mashq daftaringizga eslab turib yozishga harakat qilinglar. Keyin mana bu asosiy to'g'ri yozilgan ta'rif bilan tekshirib ko'ring, nima kamchilikka yo'l qo'ydingiz. Qayta-qayta mana shu narsani ustida ishlab, buni zo'r yoza olishingiz kerak. Chunki bular juda ham oson qo'lga kiritish mumkin bo'lgan ballar hisoblanadi. Buning uchun ortiqcha hisob-kitob, boshqa nima deydi, nimadir mantiqiy fikrlashni ham hojati yo'q. Shunchaki sizdan ta'rifni so'raydi, yozib bera olsangiz bo'ldi, ball bor. Endi ionlanish energiyasini tenglamasi haqida gaplashamiz. Mana birinchi ionlanish energiyasining tenglamasi kalsiy uchun mana kalsiy atomini yozyapti. Gaz holatida bo'lishi kerak albatta. Kalsiy plus kation hosil bo'ldi, u ham gaz holati va bitta elektron chiqib ketdi. Demak, IE ionization energy qisqartma ko'rinishida xuddi shunaqa ifodalanadi. 1 deb qo'yapti. Birinchi ionlanish energiyasi masalan 590 kilojoule ekan. Bu qiymatini yodlashingiz shart emas, lekin mana shu tenglamani yozib bera olishingiz kerak. Demak, second ionization energy demak bu ikkinchi elektronni chiqarib yuborish uchun kerak bo'ladigan energiya hisoblanadi. Sizdan istalgan ionization energyni tenglamasini yozib ber desa, albatta yozib bera olishingiz shart. Masalan, men chlorine uchun bir nechta ionlanish energiyalarining qiymatini yozib beraman. Masalan, first ionization energyni equationini yozib ber desa nima qilamiz? Chlorine bitta atom bo'lishi kerak va albatta gaz holatida. Demak, strelka qo'yamiz. Chlorine gaz holatidagi plus 1 plus degani ionga o'tadi va bitta elektron undan chiqib ketadi. Demak, ionization energy bu 1. Ikkinchi chlorine ikkinchi ionlanish energiyasini yozib ber desa, biz chlorine deymiz. O'zi bitta elektronni yo'qotib bo'lgan bo'lishi kerak u. Demak, chlorine plus degan iondan bitta elektronni chiqarib yuboradigan bo'lsak, chlorine 2 plus ioni hosil bo'ladi. Demak, mana shu jarayonga ikkinchi ionlanish energiyasi deyiladi. Demak, xlor o'zidan ikkita elektron chiqarib yubormaysiz, bitta elektronni chiqarib yuborib bo'lgan xlor plus degan iondan bitta elektronni chiqarib 2 plusni hosil bo'lishiga ikkinchi ionlanish energiyasi deyiladi. Masalan, sizdan 5-ionlanish energiyasini yozib ber desa, demak, xlorine 4 ta elektronni chiqarib yuborgan bo'lishi kerak allaqachon. Endi undan 5-elektroni ham chiqib ketib qolsa, xlorine 5 plus degan gaz fazidagi ion hosil bo'ladi. Va bu yerda bitta elektron chiqib ketadi. Demak, ionization energy 5 bo'ladi bu. Demak, sizdan nechinchi ionlanish energiyasini yozib ber desa, o'shandan bitta oldingi plus zaryad bo'lishi kerak. Masalan, 7-ionlanish energiyasini yozib bersa, chlorine 6 plus bo'lishi kerak sizda. O'shandan bitta elektron chiqarib yuborib, chlorine 7 plus degan ionni hosil qilasiz. Bu 7-ionlanish energiyasi bo'ladi. Demak, istalgan sondagi ionlanish energiyasini formulasini, equationini yoza olasiz degan umiddaman. Albatta mana bu gaz fazani yozish esingizdan chiqib qolmasligi kerak.
Xo'p, masalan, mana kalsiyning ikkinchi yo'nalish energiyasini yozib bergan. Kalsiy 2+ bor уже. Undan bitta elektron chiqib ketdi. Kalsiy 2+ ga aylandi. Mana shu ikkinchi yo'nalish energiyasi deyiladi. Demak, albatta ikkinchi yo'nalish energiyasini qiymati birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Chunki musbat zaryadli zarrachadan bitta elektronni chiqarib, uni yanada musbatlashtirishimiz uchun ko'proq energiya sarf qilamiz. Buni ustiga katyon paydo bo'lgandan keyin elektronni yadro bilan tortishuv kuchayib ketadi. Kuchliroq tortishib turadigan elektronni chiqarib yuborishimiz qiyin bo'ladi. Demak, kerakli ko'rsatmalariga e'tibor beramiz. Ko'p common mistake bo'ladi deyapti. Masalan, ikkinchi yo'nalish energiyasida mana kalsiyni o'zidan birdan ikkita elektron chiqarib yuborgan. Mana shunaqa equation xato hisoblanadi. Bu ikkinchi yo'nalish energiyasi emas. Ikkinchi yo'nalish energiyasi mana bu holat hisoblanadi. Ya'ni bitta elektron chiqib bo'lgan kalsiy plyusdan bitta elektron chiqarib yuborib, kalsiy 2+ hosil qilish. Bundan tashqari eng ko'p uchraydigan xato miss out, ya'ni unutib qoldirish gaseous state belgisini, simvolini. Gaz fazani belgisini equationda yoki shuningdek definitionda unutib qoldirish ham xatoga olib keladi. Definitionda ham gazligini aytmasangiz yoki equation yozayotganingizda mana bu gaz fazani yozmasangiz, bu narsa xatoga o'tadi va buning uchun sizdan ball minus qilinadi. Xo'p, endi sizlar bilan ionlanish energiyasini davr bo'ylab va guruh bo'ylab qanaqa o'zgarishi haqida gaplashishni boshlaymiz. Ya'ni ionlanish energiyasining trendlari qanaqa o'zgaradi. Xo'p, bu yerda davriylik mavjud hisoblanadi. Demak, across the period left to right, ya'ni chapdan o'ngga tomon first ionization energy generally increases. Demak, umumiy holatda birinchi ionlanish energiyasining qiymati davrda chapdan o'ngga tomon ortib boradi. Xo'p. Demak, bu yerda birinchi guruhda joylashgan metallarni low first ionization energy deyapti. Ya'ni ionlanish energiyasining qiymati kichkina bo'ladi. Chunki ularni tashqarisida bittagina bitta dona outer tashqi elektron bor. Remove, ya'ni ularni chiqarib yuborish juda ham oson. Endi davrning oxiridagi noble gazlarda, ya'ni inert gazlarda very high, juda ham yuqori ionization energy bo'ladi. Chunki ularni full outer shell, demak to'liq to'lgan tashqi qavat strong nuclear attraction bo'ladi. Ya'ni yadroga strong, kuchli attraction, bu tortishish, yadroga kuchli tortiladi. Xo'p. Demak, ionlanish energiyasiga 4 ta faktor ta'sir qiladi. Buni yaxshilab yodlab olishingiz lozim. Chunki bular haqida savol juda ham ko'p keladi. Demak, bizda birinchi faktor nuclear charge, ya'ni yadro zaryadi. Ikkinchi faktor distance from the nucleus, yadrodan eng oxirgi elektrongacha bo'lgan masofa. Xo'p, keyingisi elektron shielding. Elektron shielding effekt, ya'ni ekranlanish effekti deyiladi bizda. Va spin pair repulsion, juftliklarni o'zaro itarashish ta'sirlari. Demak, mana shu 4 ta faktor haqida bafurcha gaplashishni boshlaymiz. Demak, birinchisi eng muhimlaridan biri nuclear charge, ya'ni yadro zaryadining o'zgarishi. Demak, atom raqami ortib borishi bilan, demak, as the atomic number increase, positive charge nucleus, yadroning musbat zaryadi ham oshib boradi. Demak, yadrodagi musbat zaryadni proton beradi. Raqam ortishi bilan proton soni ortadi va yadroning musbat zaryadi ortib boradi. Endi a higher nuclear charge, ya'ni yuqori yadro zaryadi creates, yaratadi stronger electrostatic attraction. Demak, between the nucleus and outer electrons, yadro va tashqi elektronlar o'rtasida kuchli elektrostatik tortishuvni paydo bo'lishiga olib keladi yuqori zaryad. Demak, yadroning zaryadi qanchalik yuqori bo'lsa, demak, u shunchalik kuchliroq tortishadi. Xo'p, buning natijasida demak, elektronlarni remove qilish, ya'ni chiqarib yuborish uchun ko'p energiya talab qilinadi va buni ma'nosi yuqori ionlanish energiyasi degani. Demak, elektron yadroga qanchalik kuchli tortilib turgan bo'lsa, buni natijasida u elektronni chiqarib yuborish qiyin bo'ladi. Natijada uni chiqarish uchun ko'p ionlanish energiyasi talab qilinadi. Xo'p, demak, umumiy xulosa nuclear charge ortishi bilan ionlanish energiyasining qiymati ortadi. Ikkinchisi distance from the nucleus, yadrogacha bo'lgan masofa. Xo'p, demak, atomic radius desak ham bo'ladi buni. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Demak, outer electrons that are further from nucleus experience weaker attraction. Demak, further uzoqroq degani, yadrodan uzoqroq joylashgan tashqi elektronlar yadro bilan kuchsiz, weaker
Kuchsiz degani attraction tortishish. Demak, yadrodan qanchalik uzoq joylashsa, shunchalik kuchsiz tortishadi yadroga. Demak, distansiyani oshib ketishi, the greater distance, masofani oshib ketishi, demak, elektronni remove qilishni osonlashtiradi. Easier. Demak, qancha masofa olis bo'lsa, yadrodan elektrongacha, yadro u bilan shunchalik kuchsiz ta'sirlashadi. Natijada u elektronni chiqarib yuborish juda ham oson bo'ladi. Umumiy xulosa, ionlanish energiyasini qiymati kamayib boradi, qachonki distansiya yadrodan oxirgi elektrongacha bo'lgan masofa oshib borsa. Demak, xulosa atom radiusi ortib borishi bilan ionlanish energiyasini qiymati kamayadi. Xo'p, elektron shielding. Demak, shielding effekti nima degani o'zi? Demak, electrons in inner shells repel electrons in the outer shells. Bu degani mana, ichkariroq qavatdagi elektronlar tashqari qavatdagi elektronlar bilan o'zaro itarishadi. Buni natijasida the attraction of the nucleus, yadroga tortishish qisman bloklanadi. Ya'ni masalan, bizda mana yadro bor. Mana birinchi qavat. Bu yerda odatda ikkita elektron bo'ladi. Mana ikkinchi qavat. Bu yerda ham mana bitta elektron bor. Endi e'tibor beramiz mana. Bu elektronning ham zaryadi manfiy, mana bu elektronning ham zaryadi manfiy. Bu elektron bilan yadroning o'rtasidagi tortishuvga mana orada turib qolgan elektron xalaqit berishni boshlaydi. Chunki manfiy bo'lgan ikkita zaryad bir-biridan itarishishni boshlaydi. Mana shu effektga shielding, ya'ni ekranlanish effekti deyiladi. Tashqi qavatda turgan elektron ichki qavatdagi elektron bilan o'zaro itarishishini hisobiga u yadro bilan to'laqonli tortisha olmaydi. Demak, ichkari qavatlar tashqi qavatdagi elektronlarga tortishishga to'sqinlik qiladi. Mana qisman ularni bloklaydi. Mana shu narsaga shielding effekti deyiladi. O'zbekcha adabiyotlarda bu odatda ekranlanish effekti deyiladi. Xo'p, demak, ichki elektron qavatlarini ortishi shielding effektini ortishiga olib keladi. Bu narsa ionlanish energiyasini kamayishiga sabab bo'ladi. Demak, masalan, bizda yana navbatdagi 3-qavat ham paydo bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerda joylashgan elektronni yadro bilan tortishiga 1-qavatdagi elektronlar ham ta'sir qiladi, to'sqinlik qiladi. 2-qavatdagi elektronlar ham to'sqinlik qiladi. Mana shuni natijasida shielding yana ham oshib ketib qoladi. Demak, shieldingni oshib borishi bilan ionlanish energiyasini qiymati kamayadi. Chunki qanchalik bu yadroga kuchsiz tortiladigan bo'lsa, bu elektronni chiqarib yuborishimiz, remove qilishimiz shunchalik oson bo'ladi. Kam energiya sarflasak ham chiqib ketib qoladi. Xo'p, va oxirgi bizdagi ta'sir bu spin pair repulsion deyiladi. Demak, elektron repulsion, elektronni o'zaro bir-biridan itarilishi. Demak, biz bilamizki, bitta yacheykaga ikkita elektron sig'adi, joylashadi. Ya'ni bitta orbitalda ikkita elektron harakatlanadi. Bu ikkala elektronning ham zaryadi minus. Ikkita minus zaryad bir-biridan itarish hodisasiga, demak, spin pair repulsion deyiladi. Spin pair repulsion ayniqsa oksigen bilan nitrogenni ionlanish energiyasini taqqoslaganimizda ko'zga tashlanadi. Ya'ni oksigenni elektronini, ya'ni kislorod elektronini chiqarib yuborish juda ham oson. Chunki mana shuni o'ziga chizib qo'yaversam, mana kislorodning oxirgi elektroni mana bu elektron chiqib ketishi oson, chunki mana bu yonidagi elektron bilan o'rtasida itarishuv bor. Mana bu elektron buni ketishidan manfaatdor, chunki bir-biri bilan zaryadi bir xil bo'lgani uchun itarishib turibdi. Bu elektron osonroq chiqib ketadi. Mana shu narsa osonroq chiqib ketishiga sabab spin pair repulsion hisoblanadi. Demak, ionlanish energiyasiga yana mana shu 4 ta faktor ta'sir qiladi. Demak, davriy jadvalda endi ionlanish energiyalari qanday o'zgarishini sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Demak, across a period, ya'ni davr bo'ylab va down the group, guruhdan pastga tomon. Demak, across a period, first ionization energy increase. Demak, davr bo'ylab birinchi ionlanish energiyasi oshadi, chunki higher nuclear charge davrda unga borganimiz sari protonlarning soni oshib borib, yadro zaryadi kattalashadi. Bu natijasida elektronlar kuchliroq tortilishi boshlaydi yadroda. Lekin same shielding. Bunda shielding o'zgarmaydi, chunki bitta qavatda joylashgan elektronlarda qavatlarning soni oshib ketib qolmaydi. Xo'p, down the group, demak, first ionization energy decrease. Guruhda pastga tushganimiz sari ionlanish energiyasining qiymati kamayib ketadi, chunki atom radiusi oshib boradi va shielding ham oshib boradi. Pastga guruhda pastga tushib borganimiz sari qavatlarning soni oshib ketaveradi. Buning natijasida tashqi elektron bilan yadrodagi orasidagi masofa ham uzun bo'ladi va shielding ham ko'payib ketadi. Xo'p, umumiy trend, ya'ni generally trend, across a period, demak, davr bo'ylab ionlanish energiyasining qiymati oshadi, guruhda pastga qarab kamayadi.
Mana quyidagi rasmda vodoroddan natriygacha bo'lgan elementlarning ionlanish energiyalarining qiymatlari berilgan. Demak, bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Vodoroddan ko'ra geliyning ionlanish energiyasi kattaroq, chunki u o'ngroqda joylashgan. Lekin litiyga kelganimizda ionlanish energiyasi keskin tushib ketib qolyapti. Chunki unda ikkinchi qavatda joylashganligi uchun ham shielding effekti paydo bo'ladi. Bu yog'i mana litiydan to neongacha umumiy trend oshib borish. Lekin bir ikkita istisno holatlari bilan. Istisno holat qayerda? Borda biroz kamroq, kislorodda biroz kamroq. O'zbekcha masalan kirish imtihoni va milliy sertifikat savollaridagi testlarda davr bo'ylab faqat va faqat ionlanish energiyasining qiymati oshadi deb savol beriladi. Masalan, kislorod bilan azot taqqosla desa, kislorodning ionlanish energiyasi katta deb olinadi. Lekin Cambridge'da unaqa emas. Chunki o'zi haqiqiy qiymatini qaraydigan bo'lsak, borniki va kislorodniki undan bitta oldingi elementdan biroz kichkinaroq bo'ladi. Nega bunday bo'lishini hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, neondan keyin natriyga borganimizda, demak, yana ionlanish energiyasining qiymati keskin tushib ketib qolyapti. Chunki natriy bitta pastroq deganim, ya'ni bitta keyingi qavatda joylashgan, 3-qavatda. Unda ikkita qavatni shieldingi bo'ladi. Birinchi qavatni shielding effekti va ikkinchi qavatni ham shielding effekti bo'ladi. O'shaning uchun ham atom radiusi ham uzoqroq va shieldingni natijasida ionlanish energiyasining qiymati keskin pasayib ketadi. Xo'p, demak, across a period ionization energy increase because sabablarini aytib chiqyapti. Demak, davr bo'ylab nega oshadi? Nuclear charge increase. Demak, birinchi sabab yadro zaryadi oshadi. Bu degani elektronlar yadroga kuchli tortilib yaqinroq joylashadi. Ikkinchi sabab atom radiusi kamayib boradi. Demak, radius qisqarib borishi tashqi elektronlar bilan yadroning orasidagi masofa qisqarib boradi, atom radiusi kamayadi. Shielding stays roughly constant. Ya'ni shielding deyarli o'zgarmaydi deyapti. Chunki bitta davrda joylashganligi uchun ularda qo'shimcha qavatlar paydo bo'lmaydi. Ya'ni yangi kelayotgan elektronlar the same shell added degani qo'shiladi, shu shellning o'ziga, shu qobiqning o'ziga qo'shiladi. Xo'p, outer electrons are held more tightly. Demak, tashqi elektronlar juda ham zich tig'iz, ya'ni mustahkam joylashadi. O'shaning hisobiga more energy needed to remove them. Ularni chiqarib yuborish uchun ko'p energiya talab qilinadi. Xo'p, endi dipslar haqida gaplashamiz. Mana umumiy trend oshadi dedik, unga sabablarni aytib o'tdik. Lekin mana bu yerda biz ikkita dipsni ko'rdik, ikkita chuqurchani ko'rdik. Mana bu birinchi chuqurcha, mana bu ikkinchi chuqurcha, ya'ni kislorod bilan borda istisno holat paydo bo'lyapti bizda. Anomalous point deyiladi bu. Anomal nuqta. Shuni sabablarini o'rganishni boshlaymiz endi. Demak, birinchi dip bizda paydo bo'lyapti 3-guruh elementlarida, ya'ni berilliy bilan borni ionlanish energiyasi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, kichkinagina kamayish, slight decrease ni ko'rishimiz mumkin. Nega? Xo'p, chunki deyapti, ikkinchi p subshell 2p pog'onacha 2s pog'onachadan birozgina yadroga uzoqroq joylashadi deyapti. Mana ko'radigan bo'lsak, yadro birinchi qavat va mana 2s pog'onacha. Demak, 1s pog'onachada mana ikkita elektron bor. 2s pog'onachada ham ikkita elektron bor. Mana berilliyni elektroni, mana bu elektron. Uni yadro bilan ta'sirlashuvi kuchli, chunki yaqin joylashgan. Endi masalan borni 2p pog'onasi 2s dan keyin keladi-ku bu. Gandelsimon. Endi 2p pog'onachada joylashgan elektronni yadro bilan tortishuvi, demak, 2s pog'onachadan ko'ra kuchsizroq bo'ladi. Nega? Birinchidan u yadrodan uzoqroq joylashyapti. Ikkinchidan 2s pog'onachani shielding effekti paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu elektron bilan bu elektron o'zaro itarishgani hisobiga, demak, 2pdagi elektron yadro bilan tortishuvi qiyinlashadi. Demak, yadroga kuchsiz tortilgani uchun uni chiqarib yuborish osonroq bo'ladi. Va mana e'tibor beramiz, berilliyga 900 kilojoul energiya kerak bo'ladigan bo'lsa, borga 800 kilojoul energiya kerak bo'ladi, kamroq. Mana shu masofaning uzaylishi va shielding 2s pog'onachani subshellni shielding effektini hisobiga yadro zaryadini ortishi
outweight bo'lib ketadi. Ya'ni bu yadro zaryadini oshishi ko'rsatadigan ta'sir kuchsizlik qiladi mana bu ikkita shielding bilan masofani ta'siridan. Natijada bordagi ionlanish energiyasi kichikroq bo'ladi. Ya'ni nima? Mana nuclear charge muhim. Demak, berilliyda u +4, yadro zaryadi borda +5. Bu narsa ionlanish energiyasini oshirish kerak. Lekin bu ta'sirdan ko'ra shielding ta'siri va masofa ta'siri kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Shuni hisobiga ozginagina kamayish sodir bo'ladi. Ya'ni slight decrease, ozginagina kamayish bo'ladi, lekin bo'ladi. Bu nafaqat berilliy bilan borni o'rtasida, undan keyingi davrda ham, masalan, magniy bilan alyuminiyning o'rtasida ham sodir bo'ladi. Alyuminiyning ionlanish energiyasi magniydan biroz kichikroq bo'ladi. Hop. Ikkinchi dip bizada, demak, azot bilan kislorodni o'rtasida paydo bo'lyapti. Kislorodni ionlanish energiyasi biroz kichikroq. Nega? Demak, bu narsani sababi spin pair repulsion bilan tushuntiriladi. Spin pair repulsion. Xo'p, mana azotni P elektronlarini hammasini alohida chizib qo'ygan. Demak, P subshellda 3 ta orbital bo'ladi va har bittasida bittadan elektron bor azotda. Demak, ionlanish energiyasida hop mana bu elektron bizda chiqib ketishi kerak. Endi kislorodning holatida esa vaziyat qanaqa? Kislorodni 2P subshellida 4 ta elektron bor. Demak, bizda chiqib ketishi kerak bo'lgan elektron mana bu elektron hisoblanadi. Demak, bu elektron hozir shu orbitalda joylashgan ikkinchi elektron bilan itarishuvga ega. Chunki ikkalasining ham zaryadi minus. Bir-biri bilan itarishib turibdi. Demak, mana bu elektronning chiqib ketishi osonroq bo'ladi. Chunki mana bu elektron uni chiqib ketishini xohlayapti. Zaryadi bir xil bo'lgani uchun uni itarib yuboradi. Natijada azotga 1400 kilojoule energiya sarflansa, kislorodga spin pair repulsion hisobiga 1310. Ya'ni birozgina, ya'ni bu yerda ham slight decrease, birozgina kamroq energiya sarflanadi. Demak, mana bu spin pair repulsion yadro zaryadi ortishini, ya'ni nuclear charge'ni increase'ini outweigh qilib yuboradi. Ya'ni uni ta'sirini yo'qqa chiqarib yuboradi. Shuni hisobiga mana shu ikkita holatda bizda istisno holat mavjud. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa keyingi davrlarda joylashgan, masalan, fosforus bilan sulfur o'rtasida ham xuddi shunaqa dip istisno holat kuzatiladi. Ya'ni sulfurning ionlanish energiyasi fosforusnikidan ko'ra biroz kichkinaroq bo'ladi. Demak, davr bo'ylab ionlanish energiyasini o'zgarishlari mana shulardan iborat. Endi guruh haqida gaplashamiz. Endi guruhda tushunish juda ham oson. Demak, guruhda ionlanish energiyasining qiymati decrease bo'ladi, ya'ni kamayadi. Nega? Xo'p, birinchi ko'radigan faktorimiz guruhda pastga tushib borganimiz sari protonlarning soni oshib boradi va buning natijasida nuclear charge ham oshadi. Bu narsa ionlanish energiyasining oshishiga sabab bo'lishi kerak. Lekin mana lekin atomic radius increase bo'ladi. Pastga tushganimiz sari atom radiusi oshib boradi, chunki bizda yangi qobiqlar qo'shiladi. Buning natijasida atom bigger, kattaroq bo'ladi. Xo'p, shuning uchun distance between nucleus and outer electron increase. Ya'ni tashqi elektron bilan yadro o'rtasidagi masofa oshib ketadi. Guruhdan pastga tushganimiz sari. Demak, masofa oshgandan keyin mana yadro bilan tashqi elektronning orasidagi masofa qanchalik katta bo'lsa, masalan, bu ikkinchi qobiq uchun, bu uchinchi qobiq uchun deydigan bo'lsak, yadro bilan mana bu elektronning ta'sirlashuv kuchlari pasayib boraveradi. Mana keyingi qobiqda yana ham kuchsizroq bo'lib qoladi bu narsa. Xo'p, birinchi sabab demak masofani oshib ketishi bo'ldi. Ikkinchi sababimiz bizda shielding. Guruhda pastga tushib borganimiz sari bizda yangi qavatlar, yangi pog'onalar qo'shilib boraveradi va bu narsa shielding effektini kuchaytirib boraveradi. Demak, inner shelldagi elektronlar ko'payishi bilan, ya'ni inner shelllarning o'zi ko'payishi bilan, xo'p, bizda tortishuv kuchlari osonlashib ketib qoladi. Ya'ni mana bu faktorlar, mana shu ikkita faktor shielding va distansiya, masofa outweigh, ya'ni yo'qqa chiqaradi yadro zaryadini oshishini. Buning natijasida easier to remove the outer electron, ya'ni tashqi elektronni oson chiqarib yuborish mumkin. Bu degani ionlanish energiyasi kamayadi degani. Demak, elektronni qancha oson chiqarib yuborishimiz mumkin bo'lsa, unga biz kam energiya sarflaymiz. Ya'ni ionlanish energiyasi kamayadi degani. Demak, quyidagi jadvalda nimalar ta'sir qilishi ko'rsatilgan. Accuracy period ionization energy increase, demak, davr bo'ylab oshadi. Nega? Demak, nuclear charge increase, same electron, same number of shells, ya'ni qobiqlarning soni bunda o'zgarmaydi.
Xo'p, distance from the outer electron to the nucleus decrease. Ya'ni tashqi elektron bilan yadro orasidagi masofa kamayadi. Shielding relatively constant. Ya'ni shielding deyarli o'zgarmaydi. Decrease atomic or ionic radius. Demak, atom radiusi yoki ion radiusi kamayib boradi. Va oxiri eng muhimi, the attraction between the outer electron and nucleus gets stronger. Tashqi qavat bilan yadro orasidagi tortishuv kuchliroq bo'ladi. So, shuning uchun the outer electron is harder to remove. Tashqi elektronni chiqarib yuborish, remove qilish harder, qiyinroq bo'ladi. Xo'p, demak sizlarga ba'zi bir berilgan sabablar bir xilday tuyulishi mumkin. Masalan, yadro bilan tashqi elektron orasidagi masofa va atom radiusi bitta tushuncha. Shielding deyarli o'zgarmaydi va shelllarni qobiqlarni raqami bir xil bo'ladi degan gaplar ham bir-biri bilan sinonim. Lekin mana shuni hammasini yodlab qo'yavering, chunki paper 2 ni savollarida masalan sizga across a period ionization energy'ni trendi qanaqa o'zgaradi state qilib va explain deydi. Qanaqa o'zgarishini ayt va izohlab ber deydida, bundoq qavsi shuki 5 ball deb yozib qo'yadi. Demak, mana shu narsani to'g'ri yozib berganingiz uchun 5 ball beradi. 5 ball degani siz kamida 5 ta sabab keltirib berishingiz kerak. O'shaning uchun ham sizda masalan decrease atomic radius deganingiz bitta sababga, distance from outer electron to the nucleus deganingiz yana bitta sababga o'tadi. Shunda umumiy ma'nosi bir xil bo'lsa ham shu ikkita gap bilan 2 ballni qo'liga kiritasiz. Lekin siz faqat bittasini yozadigan bo'lsangiz 1 ball beriladi xolos. O'shaning uchun mana state qilasiz. Across a period ionization energy increase deysiz, oshib boradi deysiz. Umumiy trend qanaqa bo'lishini aytganingizga 1 ballni olasiz. Qolgan 4 ballni explain uchun olishingiz kerak. Ya'ni bunda nimalar aytamiz? Because keyingi slayd. Unda bitta dumaloqcha qo'yamizda sabablarni aytib ketaveramiz. Increase in the nuclear charge birinchi sababi, same the number of shells ikkinchi sababi, distance from outer electron to the nucleus uchinchi sababi, shielding remain relatively constant to'rtinchisi va decreased atomic or ionic radius beshinchisi. Shu 5 tani bersangiz bo'ldi, 5 ball olasiz. Mana bunisini ham berib qo'ysangiz bu zo'r. Endi perfect javob bo'ladi. Ya'ni attraction stronger bo'lishi haqida. Endi guruhda qanaqa o'zgaradi? Demak, guruhda decrease yuqoridan pastga qarab kamayib boradi. Nega? Increase nuclear charge. Yadro zaryad ortadi. Bu o'zi aslida teskari ta'sir qiladi, lekin shuni ham aytib o'tishingiz kerak. Increase of number of shells. Shelllarni, qobiqlarni soni oshadi. Bu eng muhim sabab. Distance outer electron to the nucleus increase demak, masofa oshadi. Bu ham muhim sabab. Shielding effekti oshadi. Increase atomic or ionic radius. Radius oshib ketadi. Demak, attraction weaker bo'lib qoladi buni. Attraction between outer electron and nucleus gets weaker. Demak, tashqi elektronlar bilan yadroni tortishuv kuchsizlashadi. So, buni natijasida outer electron to easier remove. Osonlik bilan chiqarib yuborish mumkin. Kam energiya sarflaymiz.